Assalomu alaykum, hurmatli Briefing tinglovchilari. Bugungi ma'ruzamda arxitektura, qurilish hamda kommunal xizmat ko'rsatish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning natijalari va mavjud muammolar haqida so'z yuritaman. Avvalo shuni ta'kidlash lozimki, so'nggi yillarda mamlakatimizda mazkur sohalar tubdan isloh qilishga qaratilgan eng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy maqsadi aholi uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish hamda xizmatlar sifatini oshirishdan iborat. Arxitektura va shaharsozlik sohasida hududning bosh rejalarini ishlab chiqish va yangilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shaharlarning me'yoriy qiyofasini yaxshilash, yashil hududlarni kengaytirish, noqonuniy qurilishlarning oldini olish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga qurilish jarayonlarini raqamlashtirish va ruxsatnomalarni olish jarayonlari ancha soddalashtirilmoqda. Erishilgan natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, aholini uy-joy bilan ta'minlash darajasi oshdi. Ko'plab hududlarda yangi massivlar va turar joy komplekslari barpo etildi. Ichimlik suvi bilan ta'minlangan aholi ulushi sezilarli oshdi. Qurilish jarayonlarida shaffoflik va tezkorlik kuchaydi. Kommunal xizmatlar sifati nisbatan yaxshilandi. Xususiy sektorlar ulushi ortib, raqobat muhiti shakllandi. Mavjud muammolarga to'xtaladigan bo'lsak, arxitektura va qurilishda ayrim hududlarda bosh rejalarga rioya qilinmasligi, noqonuniy va tartibsiz qurilishlar saqlanib qolmoqda. Qurilish sifatini ustidan nazorat ba'zan yetarli emasligi ma'lum bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.